uchun hozir panel o'rnatish kerak. Birinchidan, elektr narxlari doimiy oshib boryapti. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilgacha har yili kamida 10-15% o'sish bor. Ikkinchidan, quyosh panellari narxi 2023-2025-yil oralig'ida past darajada, chunki Xitoy ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Bu narxlar uzoq vaqt saqlanmaydi. Logistika, valyuta va bojxona omillari tufayli keyingi yillarda O'zbekistonda narxlar yanada ko'tarilishi kutilmoqda. Uchinchidan, siz bugun o'rnatgan tizim 3-4 yilda o'zini to'liq qoplaydi. O'zbekistonda quyoshli kunlar soni yiliga 300 kundan ortiq. Misol uchun 40 kilovatli tizim yiliga o'rtacha 60 ming kilovatt-soat ishlab chiqara oladi. Bu esa sizga yiliga 30-35 million so'mgacha tejash beradi. Qo'shimchasiga ortiqcha tokni davlatga 1000 so'mdan sota olasiz. Demak, 3-4 yilda sarmoya qaytadi, keyingi 20 yilda esa sof foyda va harakatsiz daromadga erishasiz. To'rtinchidan, davlat qo'llab-quvvatlashi. Ayni paytda ba'zi hududlarda subsidiya beriladi. Undan tashqari davlatga to'lanadigan soliqlardan 3 yilga qutulasiz. Hozir arzon narxda eng ko'p foyda bilan elektrdan mustaqil bo'ling. Aloqa uchun bizga yozing